Barchaga assalomu alaykum. Demak, 3 oylik ozish kursimiz boshlandi. Ertaga ertalabdan boshlaymiz. Demak, ertaga ertalabdan qiladigan ishimiz qizlar bitta narsani ogohlantirib qo'ying. Faqat shu 7 kunga chidab bersanglar bo'ldi. Chunki 7 kunimiz ozgina qiyin, faqat tuxum va suv bilan bo'ladi. Chunki 7 kunning ichida ertalab 3 ta och qoringa, obedda yana 3 ta och qoringa, kechqurun bir donagina yeysizlar. Faqat qaynatilgan tuxum sarig'ini olib tashlang. Kun davomida suv, perekuska faqat bodring, boshqa hech narsa mumkin emas. Hech narsa absolutni yemaysizlar. 8-kundan ikkinchi menyu qo'yiladi. U menyu umuman boshqa menyu bo'ladi. Umuman boshqa yo'nalish. Hammasi uy sharoitida bo'ladi. Umuman ozolmayotgan hamma tanishligi tezda jo'natinglar. Ertaga ertalabdan albatta biz hammamiz boshlaymiz va birgalikda ozamiz. Hozirdan moment meni vesim 60 kilo. Men 55 kiloga hozir o'sha 55 kiloga sizlar bilan birga tushmoqchiman. Men ham xuddi sizlar bilan birga diyeta qilib boraman. Kommentariyada nima savolinglar bo'lsa, hammasiga yozinglar. Birga hammamiz kommentariyada birgalashib ozamiz, birgalashib gaplashamiz. 7 kun mobaynida qizlar hech bo'lmasa kuniga 5000 shak yurib berishinglar shart. Har kuni 10000 shak yurasizlar. Shu etilgan narsalarni yeysizlar. Boshqa hech narsa yemaysizlar absolutni. Agar haqiqatdan mandagi ozmoqchi bo'lsanglar, 3 oy mobaynida hamma ishimni tashlab sizlar bilan birga shu Instagramda ketma-ket menyular, video reels, kommentariyasida birgalikda gaplashib, birgalikda ozamiz. Hammanglarga omad tilayman. Qizlar har kuni 10000 shak yurib, meni atmetka qilasizlar. Men ham har kuni 10000 shak yurganimni istoriyaga qo'yib boraman. Birgalikda ozamiz. Demak, tayyor bo'lsanglar, kommentariyada tayyorman so'zini qoldiringlar. Ertaga ertalabdan boshlaymiz. Hammaga omad, xayr.